Güçlük talablar bo'yicha xamirliq chashma go'shtlarni yana bir qatim yolladim tuqqanlarim, lekin o'tgankiga azariq yeri o'xshamaydi-chimi, bu o'zlarini xush qildigan yeri va oxirgacha ko'rib yurak bir qo'ysa sevimli tuqqanlarim. Aldimala Al-Nuri yeshil o'chimidagi oshxona uniga azariq xamir turish, 3-4 gram tuz, andi muvofiq suv qo'yib yumshag'ara xamir jig'irib olamiz. Andi qiymasini tanishamiz, tuqqanlar qiymaga qo'y go'shti, kal go'shti ishlasak bo'laverdi. Aka buniga muvofiq tuz soldim. Andi haddan bag'niki qarmushida bir bal qo'shqinliq apiqib, yana oshirib qoldim-chi, bu nimishqa sababini hammalar bilketlarga deyman fikr ayonga yozib qo'yib baqsira tuqqanlarim. Andi zirma hargiz kan bu qamg'ayjimi tuqqanlar ta'mi bek payzi chiqadi. Aka buningga xojo maydi bir qo'shiqcha ta'mi tabasak issiqmi kelmaydi, ham alohida ta'm qo'shadi-chi. Tuzini bir aqur tetib eqib, aka xamirimizni ishlaymiz tuqqanlar. Odatda yarim bo'ldirsak bo'ldi-chimi, tuqqanlar xamirni bek bo'ldiravatmaydi. Andi o'tganda men 2-8-kuni yo'llagan go'shtdan boshlab nepes yechib olgandiki, quyruq may surkiga emas, nurg'un do'stlar so'rabdikan shu vaqtda. Biz quyruq may yamas to'q balik may ishlasakmi bo'lamdi deb. Bugun men ishlatganim bo'lsa, Al-Nuri shirkatimiz Ispaniyada import qilgan tunji siqim 100% sap zaytun mayya tuqqanlar. Buni biz yoqtirmaydigan g'ayri puroq yo'qibli qamay nimil tamoq qilsa shunchalik mizlik buni hammalar billah lozimlar do'yin do'kon kirib setib olsa bo'ldi-chimi, kirasa haqsiz holatda hech kim yo'q bahada tasha qo'ydi men. Ammo Allohda yapmim qilganki tunogaki yapmish emas misal bu kit qoldi xamirimjimi shunaqa bo'lsin buni zo'rlab yeyib qiymini ab ishiga mashlab. Aka non holatga akib olgandiki ustini amdonaroq basaverimiz tuqqanlar bo'lmiz o'tirsa bak ko'p kit qoldi-chimi. Lesni maylab andi go'shtlarni solamiz, yurak vermagalar cho'qqim yuraklarni birimiz, andi ustiga tuxum sirg'imalab kunjutlarni sipib, aka qizitib olgan go'shtlarni ustini 180 gradusga tashib yarim soat qizdirsaqli bo'ldi deya gap tuqqanlarim. Bugungi go'shtlarningki xamir bakarak va kitib simiz o'qaganda hisob qilmaganda rangi, ta'mi o'tgan kelimi bak o'xshan ketichimi tuqqanlar mehmonlarga balakchil harakatda o'zlarini cho'qim sinab baqsizlar.